Bunaqa achchiq toshli spreylar hech qachon terlashga qarshi kurashmaydi. Agar siz ham xuddi shunaqa oddiy usulda tayyorlayotgan bo'lsangiz, buni hoziroq to'xtating. Men sizga to'g'ri usulda tayyorlashni o'rgataman. Birinchi o'rinda 4 ta 5 ta achchiq toshni xuddi shunaqa bo'lagini yaxshilab maydalash kerak. Eslatib o'taman, aptekadan tayyor maydalanganini olaman deb o'ylamanglar, u umuman to'g'ri kelmaydi. Xuddi men ko'rsatgandaqa bo'laklarni olib o'zingiz maydalashingiz kerak. Agar terim allergichni emas, menga hamma narsa mumkin deydigan bo'lsangiz, bir qoshiq soda bilan 1 osh qoshiqda limonni suvini ham solsangiz bo'ladi. Effekti kuchliroq bo'lsin deb bitta aspirin ham qo'shib o'rganman. Eng kulminatsion nuqtasi lavanda yog'idan 5-6 tomchi solishingiz kerak. Bu yog' aptekalarda sotiladi. 1 sutka turgandan keyin bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Har kuni kechqurun toza yuvilgan patmishkaga sepasizlar. Eslatib o'taman, bunaqa organik spreylar terini quritishi mumkin va qurigan teriga dezodorant sepganingizda teringiz qorayib ketadi. O'shaning uchun bu sprey sepgandan 15 minut o'tib har doim namlash uchun lazurda yoki shunaqa intim zona oqartiradigan krem suring. Agar bu kremlar sizda yo'q bo'lsa, videoning tagida belgilagan profilimga yozib bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi.